Bugun sizlarga ozish uchun mo'ljallangan 4 ta mashqni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib oyoqlardan boshlaymiz. Birinchi bo'lib osankamizni to'g'irlaymiz. Qo'llarimizni belimizga qo'yib, oldimizga yo stul yoki shunaqa pufik qo'yib, galma-galdan oyoqlarimizni xuddi shunaqa ko'rsatganimdek ko'tarib qaytib tushiramiz. Ko'rsatayotgan mashqim bilan nafaqat oyoqlar ozadi, balki teri tortilib, sellyulitlar ham ketadi. Asosiysi bir kun ham qoldirmasdan kuniga 20 martadan bu mashqni bajarishingiz kerak bo'ladi. Agar ozgina bo'lsa ham natija olsanglar, izohlarda qoldiringlar. Bu boshqalarga ham motivatsiya bo'ladi. Ikkinchi ko'rsatayotgan mashqim ham juda ham foydali. Agar bukchayib yuradigan bo'lsanglar, osankalar tekislanadi. Tananglarning orqa tarafidagi ortiqcha yog'lar eriydi. Biqinlardagi qavat teridan ham qutulasizlar. Bundan tashqari tirsakning tepasi, ya'ni qo'llar ham ozayotgani sezilarli darajada o'zingizlarga bilinadi. Bu mashqni ham kuniga 20 martadan takrorlaylar. Bilasizlar, men ozish uchun korset va lasinalar sotaman. Hozir egnimda turgan shu lasina ham aynan shu ozish uchun mo'ljallangan lasina. Agar mendan korset yoki lasina olgan bo'lsangiz, mashq qilayotganingizda ham bemalol u korset lasinadan foydalansangiz bo'ladi. Keyingi ko'rsatayotgan mashqim osilgan qorinlarni tortishga, osankani tekislashga yordam beradi. Bundan tashqari butun tana cho'ziladi. Bu mashqni faqat ozayotganlar emas, balki energiyaga to'lishi xohlaydiganlar ham bemalol qilsa bo'ladi. Ertalab uyg'onishinglar bilan shu mashqni 20 marta qilsanglar, kun davomida energiyalarni haydasanglar ham ketmaydi. Aytgancha, agar hali menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shunda eng foydali videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Meni sahifamda nimalarni ko'rishni xohlashingizni kommentariyada yozib qoldiring. Men har bitta kommentariyani o'qiyman va sizlarga nima qiziq bo'lsa, aynan shu mavzuda videolar chiqazaman. Hozir esa reklama videosi bo'ladi va reklamadan keyin sizlarga 4-mashqni ko'rsataman. Osilgan qorningizni hali ham ketkazolmay yuribsizmi? Menda bunga davno yechim bor. Men sotadigan korsetlarim bilan siz qorningizni 200% ketkaza olasiz. Faqat bilasizlarmi, bunga nima kerak? Qunt qilish kerak. Qunt qilib har kuni taqsanglar, natija 200% bo'ladi. Bu korsetni qanaqa zakaz qilishni bilmayapsizmi? Shu nomerlarga Telegramda menga yozasiz, korset zakaz qilmoqchiman va qornimni ketkazmoqchiman deb yozsangiz, korset haqidagi to'liq ma'lumotni sizga o'zim beraman va siz bemalol korsetni dostavka qildirsangiz bo'ladi. Eng zo'r joyini aytaymi? Bizda butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatimiz mutlaqo bepul. Endi navbat 4-mashqga. Bu mashqni qilish juda ham oson. Shunchaki uyda o'tirib serial ko'rayotganingizda yoki bolalaringizga qarab o'tirganingizda bemalol bu mashqni bajarsangiz bo'ladi. Bu mashq